Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Timur. Bugun men sizlarga podkast uchun juda ham zo'r bir strategiyani o'rgatib o'taman. Ushbu strategiya uchun bizga ikkita indikator kerak bo'ladi. Ushbu indikatorlarimiz ikkalasi ham Donchain Channels indikatori. Ya'ni bitta indikatorda 2 marotaba grafikka qo'shamiz. Bu indikatorlarning to'liq nastroykasi meni Telegram kanalimda bo'ladi. Va grafikda S30 ga qo'yib 1 minutga bitim ochamiz. Mana endi sizlarga men strategiyani tushuntirib bersam, ya'ni qanday ishlashimizni qaranglar. Mana bu joyda biz tevaga ishlashimiz uchun yashil switchi mana bu ko'rib turgan savza rang liniyani tevaga yorib chiqib yopilishi kerak va biz shu yerdan tevaga bitim ochamiz. Ikkinchi holatda narx pastga qaytib turib, mana bu yashil rangdagi switchiga soya tashlasa, o'shanda biz tevaga yana bitta bitim ochamiz. Bu yerda soya tashlamagan, ko'ringlarda yashil switchni, yashil rangdagi liniyani switch pastga tanasi bilan yorib chiqib qo'ygan. Bunday holatda bitim ochmaysizlar. Agarda soya tashlagan, mana bu yerda, mana bu yerlarda soya tashlagan qaranglar. Narx tevaga ketib, orqaga qaytib sotishagan, bitim ochasizlar, foydada. Bu yerda ham sotishagan, bitim ochgansizlar, mana bu yerdan yurib bergan foyda. Qaytib sotishagan, ochasizlar, foyda. Bunisida yorib chiqib ketib qolgan, bu yerda ochmaysizlar, bo'ldi. Bu yerda mana savza rang liniyani pastga yorib chiqqan, uje xuddi shu holatda pastga ishlashni boshlaysizlar. Endi biz sistemda savdoni boshlasak, sizlarga ham tushunarli bo'ladi. Bu indikatorlarning barchasini to'liq nastroykasi mana Telegramda bo'ladi. Telegram havolasi kommentariyada yozilgan. Funchiev bitta tevaga bitim ochib qo'yamiz. Ya'ni men bu yerda soyasiga yetib kelmagan, lekin juda ham yaxshi joy. O'ylaymanki, yurib beradi. Tevaga bitim ochdik. Hozircha yaxshi yurib beryapti. Hali 50 soniya vaqt bor. Oldindan qaror chiqarish xato. Bitimni endi kutsak. Uch, 2, 1 va bitim foydada yopildi. Qancha foyda qilgan bo'lamiz? $365 foyda 1 minutda. Bu juda ham zo'r. Bu yerda hali yaxshi vaziyat yo'q. Boshqa valyutning paralarimizni qarasak. Mana shu holatda yopilsa, tevaga bitta bitim ochamiz. Shu joydan bitta bitim ochib ko'ramiz. Juda ham chiroyli yopildi. Ko'rganinglardek, mana narx tevaga ketib, orqaga qaytib, men bu yashil liniyaga so'dashib yopilgan. Endi salgina tanasi bilan yorib qo'yibdi-ku, mana shu holat sal xavfli bo'lishi mumkin. Endi tevaga bitim ochdik. Bitimni kutamiz. Mana shu joydan yana bitta ushlaymiz. Bunisi mana bu switch uchun. Chunki yaxshi joy chiqdimi, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshtalab bemalol ushlab olsanglar, o'zingizlarga foyda bo'ladi. Endi kutaylik, agar ikkovi minus yopilmaydi, bittasi 100% foyda yopiladi. Mana bu kechroq ochganimizda kutishimiz kerak. Yaxshi, bitim foyda yopildi, $405 foyda. Vo, mana yurib berdi. Ushbu bitimda ham mana bu joyda pinbar hosil bo'lishi mumkin. Pinbar hosil bo'lsa, bizga muammo tug'dirishi mumkin bu. Kutaylik, yaxshi harakat qilyapti. 20 soniya vaqtimiz bor. Besh, 4, 3, 2, 1 va juda ham zo'r.
Uchinchi bitim ham foydada yopildi. Ketma-ket 3 ta foyda. Strategiya juda ham zo'r ishlaydi. Sizlar ham bemalol foydalanib ishlatsanglar bo'ladi. Balansni $1000 dan boshlagan edik. $1000 foyda bir necha daqiqa ichida. Strategiyani to'liq nastroykasi Telegramda bo'ladi va men sizlarga o'rgatib turgan har bir strategiyani faqatgina haqiqiy forex valyutalarda ishlatinglar. Bu yerda kutamiz. Agar soat tashlab yopilsa, pastga bitim ochamiz. Soat tashlab yopildi. $500 ga 1 minutga pastga bitim ochdik. Bu tikilni sizlarga chizib bersam, mana bu yerda уже savzrang liniyani narx yorib chiqqan. Bu yerda ochib foyda qilib bo'lgansizlar уже narx pastga qaytib kelib, tevaga chiqib, yashil liniyaga soat tashadi. Pastga bitim ochdik $500 ga. Endi bitimni kutaylik. Hozircha foydada, lekin hali 30 soniya vaqt bor. O juda ham yaxshi harakat qilib berdi. Bu ham o'ylaymanki, ushbu bitimimiz ham, to'rtinchi bitim ham foydada yopiladi. Yaxshi, уже 100% bitimimda foydada yopdik desak bo'ladi. Va bo'ldi. Bitim foydada yopildi. Ketma-ket 4 ta foyda, hech qanday minuslarsiz. Endi bu degani doimo foyda degani emas. Minus bo'ladi. Faqatgina strategiyaga amal qilib, qonun qoidasiga amal qilib ishlasanglar, bemalol foyda qilsanglar bo'ladi. Mana ko'rdinglar o'zinglar. Ko'zinglarda oldida ketma-ket 4 ta foyda qildik. $1000 edi balansimiz, $2553 ga chiqibdi. $1,500 foyda. Bu juda ham zo'r foyda. Endi kimga qanaqa bilmadim, lekin men uchun juda ham yaxshi foyda. Strategiyani, indikatorlarni to'liq nastroykasi Telegramda bo'ladi. Bepul darslik, bepul signallar, juda ko'p ma'lumotlar hammasi Telegramda bo'ladi. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.